Ko'pchilikni e'tiborini tortgan Arizo 6 Pro Life pozitsiyasi haqida gaplashamiz. Bu mashinamiz 1.5 atmosferli motor bilan jihozlangan. Juda ham chiroyli dizaynda, bu restyling bo'lib chiqqan. Ya'ni full pozitsiyasi bilan tashqi dizaynda katta o'zgarish yo'q. Old oblisovkalari ham juda ham chiroyli holatda chiqqan. Diskalari boshqacha bo'ladi. Full pozitsiyasiga qaraganda bu mashinamiz birinchi pozitsiyasi bo'ladi, lekin birinchi pozitsiyasi bo'lgani bilan ham avtomat korobka, monitorlari ham bor. Luki bo'lmaydi, to'g'ri. O'rindiqlari istada, salon sifatli ko'jadan jihozlangan, почти 80%. Bunda ham ikki xil yurish rejimlari bor. Eco, sport rejimlarida yuradi. Rolda cruise control va rolimiz elektropaket bo'ladi. Sababi gidravlika emas, juda ham yumshoq elektropaket bo'ladi. Tez yurganingizda og'irlashadi, sekin yursangiz yanada yengillashib boraveradi. Obshivkalari ham okela ko'jadan bo'ladi mashinada. Orqa dizayniga e'tibor berasiz. Orqa dizayni ham polniki koja bo'ladi. Aytib o'tganimdek, katta farqi yo'q. Full pozitsiyasi bilan birinchi pozitsiyasini, orqa dizaynlari ham почти birga bir. O'zgarishlar yo'q. Orqa bagaj kengligi 420 litrdan oshiqroq bo'ladi. Bunda ham balonlari yumshoq, almashtirmaysiz. Hech qanaqa bu yoqdan olganingizdagi rasxod qilmaysiz. Bu mashinaga okela narxi 239 million 900 ming so'm. Atiga, agar siz naqd to'lovda olaman desangiz 25 million foydasi bilan xarid qilasiz, ya'ni 214 million 900 ming so'm. Agar rassrochka olaman desangiz 30% ni to'lov qilib, o'zini narxini bo'lib to'lashga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bularga rassrochka muddati 4 yilgacha bo'ladi. Eng kam boshlang'ich to'lov 30% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovingizga qarab rassrochka muddati uzayib boradi. Bunaqa takliflarni faqatgina Adaya Master Namangan Cherry siz uchun chiqazib boradi. Manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozori, Promzonaning yo'lida. Okalar, o'zi bilasizlar, eng zo'r takliflarda faqat biz siz uchun chiqazib boramiz. Videoga like bosib, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqarmang.